Hozir qaynasa suyuladi amro bu. Suyuladi. Aha. Hozir mana bular nima bo'lib ketadi shundoq, reaksiyaga kirishadi. 2026-yil 18-mart haftaning chorshanba kuni bog'lar uchun mana oltin gugurt va ohak qaynatmasini tayyorlayapmiz. Qisqa qilib aytganda ISO. Xo'p. Hali kurtaga ochmagan daraxtlarimizga olxo'ri vengerkalar uchun. Nima deysiz Amro bu? Ha, endi qaynadi reaksiya beryapti. Amro bu. Suvni olib keling shundoq nimasi bilan. Ishlang bilan ha, tezroq faqat. Mahkam qaynatib balon tashladik. Voy. Давай tezroq. Xo'p, 70 litrcha suv bor ichiga. Bo'ladi ammo bu. Har zamon bostirib. 30 litr dabavka qilishimiz kerak. 30 litrda mana shunaqa har zamon qaynab toshmoqchi bo'lganga qo'shib turamiz. Eski balon tashlagan edik, hozir mana kuchli qaynatib yubordi. Xo'p. Buni tarkibini aytamizmi Amro bu? 10 litr ohakka 20 kilo oltin gugurt qo'shiladi va 100 litr dori tayyorlash uchun bo'ladi bu. Shunda sizda 100 litr dori tayyor bo'ladi. ISO preparati. Suyuqligi. Amro bu yana suvni olib keling. Bo'ladi. Ana shunaqa kam har zamon toshmoqchi bo'lgan payt. Xo'p, birinchi 10 kilo oltin gugurt qo'shiladi va 20 litr suvga shu qozon tagiga olov yoqqan holda ohak tashlanib qaynatib olinadi. Ohak tayyor bo'lgandan keyin ohakni ustiga 20 kilo oltin gugurtni sekin asta tashlab aralashtiraveradi. Xuddi hozir mana shunaqa cho'p bilan. Keyin tashlab bo'lingach qo'shimcha suv qo'shiladi. 50 litr suv qo'shsangiz, shunda sizda 70 litr bo'ladi. 70 litr bo'lganda 30 litr vaqtida zapas tursa juda yaxshi bo'ladi. Mana hozir bizga o'shunaqa jarayondan o'tdik. Mana 70 litr bor edi. Hozir taxminan 10 litrcha qo'shildi. Yana 20 litrcha qo'shiladi va 100 litr qiymatiga olib kelinadi. Oltin gugurt mana hozir ko'rib turganlaringizda mana qaynagan sari o'sha rangi qizarib boryapti. Mana shunaqa qizarib rangi to'q anor rangga aylanaveradi. Va eng muhim e'tibordan qoldirmaydigan jihatlardan biri mana shu cho'p bilan tag qismini cho'kma hosil bo'lib qotib qolmasligini ta'minlash. Shunday tagini har zamon qo'zg'atib turaverish kerak. Imkoni bo'lsa tayyor bo'lguncha. Sumalakni qo'zg'aganda, shunday. Xo'p. Qozonimizga metkamiz bor. O'zimizdan metkamiz bor. O'sha metkaga yetgunicha suvni qo'shamiz. Va mana oltin gugurt rangi borgan sari o'zgarib boradi. Aha. Keyin qaynatib, aralashtirib bo'lgandan keyin 100 litr suv yana qaynatib, aralashtirib. Aha. Unda aytgan binoga chiqadi bu. Bor. Bu hammasi birdan aralashtirib birdan qo'shaman desa, bu aralashtirib ketib qoladi. Bundan keyin foydasini oldin kamroq suvda aralashtirib qaynatib olish kerak edi. To'liq qaynab bo'lgandan keyin suvni qo'shimcha 100 litr suvni tayyorlab keyin qo'zg'ay berish kerak.
qancha vaqtgacha qo'zg'aladi bu? Endi soati borku. Masalan, yarim soatmi, 1 soatmi? Yarim soatdan 1 soatgacha. Shunda aralashib qo'zg'alib turadi. Keyin sovigandan keyin buni filtrlab olish kerak. Sovigandan keyin. Olish kerak edi. Keyin Aha. plasmas idishlarga solib, tayyorlab qo'ygandan keyin mana 500 litr narsasini 500 litr bilan seplayotgan bo'lsa, shunga normasini solib sevilaveradi. Hech qanday qiyinchiligi yo'q. Yana qo'shimcha qilib aytamiz. Mana 100 litr suvga agar 5 litr qo'shilsa, o'shanda 5% lik eritma bo'ladi bu. Va asosan o'sha kasallikni bostirish, oldini olish, Birinchi mana zamburug'larga ayniqsa juda katta foydasi bor. sepilsa, aytganday zamburug', lechinkalar, qolgan lechinkalarni yo'q qilib beradi. Keyinchalik gullab bu hosilni ko'rgandan keyin boshqa jarayonda boshqa dori sepiladi. Davcha bo'lgan vaqtda. Mana saqlab qolish mumkin-da. Misol vaqti o'tib ketsa, dalchalik vaqtida ham vaqtida sepilsa, bitib ketadi. Keyin ichkariga kirib olgandan keyin dori ham foyda qilmaydi. Shunday. Keyin ko'pirishni boshlaydi, sal voyaga yetgandan keyin davchalar. Keyin shuni shunday qilib saqlab olish mumkin-da, endi bog'dorchilik endi oson ish emas. Katta mehnat qilish kerak, xarajatidan qo'shmaslik kerak. Shundagina etib beradi. Tayyor bo'lgan dorilarni mana shu bochkalarga solamiz, amro bu. Shularga solib Через tarozi o'tadi hamma narsa mana bu yoqda. O'xak, oltin gurtni tugatdik. Mana rangi aytganimizdek anor rangi yoki bo'lmasa to'q jigar rangi qarab ketaveradi. Xo'p, Vita aptekalarda dorilar qimmat, hamro bu. O'sha kuni borganimda 20 million so'mlik dori hisobladik. Boqqa sepishga. Mana hozir o'zimiz endi tayyorlayapmiz ESOni. ESO xarajati yengil, effekti yaxshi. Xudo xolasa. Hozir shunda mana 100 litr dorimiz qanchaga tayyor bo'lyapti, hamro bu? 100 litr dorimiz, xo'p, shunda yetadi. Xo'p, 500 litrga 20 litr. Yo, 500 litrga 25 litr bo'ladi. 4 ta 25 bo'lsa 100 bo'ladi. 1 tonnaga 50 litr. 2 tonna suvga yetar ekan, hamro bu. Mana shu 100 litr dorimiz. 5% lik eritma qilib sepamiz. 2 tonna suvga yetar ekan. Bu degani 1 gektarga 1 tonna hisoblaganimizda ham 2 gektarga yetyapti. 2 gektarda xarajatini hisoblaymiz endi. Xo'p, 10 kilo ohak. Bir anaqasini 50 kiloda, bu qopasi 50 kilo chiqadimi? Ha, 50 kilo bo'lsa, 50 kilo bo'lsa, necha pul narxi? 3000 dan bo'lsa ham 150 mi? Yo'q, 3000 dan bo'lsa ham 10 kilosi 30 ming so'm bo'ladi, amro bu. 20 kilo oltin gugurt. Oltin gugurtni 4000 dan oldim kilosini. Shunda qancha bo'ladi? 20 kilosi 80 ming. 80 ming so'm bo'ladi, amro bu. 80 mingga 30 ming. 110 ming so'm. 110 ming so'm bilan mana 2 tonna suvga bo'ladigan dorimiz
tayyor bo'ladi. Bunga 2 dona balon yoqdik. Mashinaning eski balonlaridan. Buni olgandik 3000 dan. 3000 dan 6000 agar uni ham hisoblasak, amro bu. Hisoblash. Hammasi intihab bizlarga qilmasa mana yordamchi olaman desa xarajat baribir haftadan bir orzunda. Mana rangi. Bu rangi turgan sari o'zgarib ketaveradi bu. Bo'ladi amro bu. Mana deyarli tayyor. Где-то 45 minutlar vaqt ketdi mana shuni tayyorlashga. Yo, olov bitta qo'yish kerak hali bir pas. Bu 5 minut 10 minut. Eski salafalardan tashlasak, bu 5 minut 10 minut qaynaydi. Shu bilan tayyor oltin gugurt. Mana shunaqa rangga tayyor kelganda tayyor bo'ladi. Oltin gugurt va eritmasi. Bizga hali birinchi videolar yaxshi chiqmasligi mumkin. Kimdir tomosha qilsa, savollar bo'lsa kommentariyaga qoldiringlar. Bog'larga to'g'ri sepishlarni ham xudo xolisa joylaymiz YouTube kanalimizga.